Boshladik. Assalomu alaykum akalar. Biz bugun dushka binani yiqqani keldi. Hop, ko'rsizlar, dushka binamizda 4 burchak bo'ladi. Hop, bunaqachasiga 125, bunaqachasiga 80. Hop, akalar, kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, mana ichidan ko'rsatamiz. Mana taglarini ko'rsizlar, chiroyli hamma yo'qlari. Hop, mana ichidagilar 3 xil yonadi akalarimiz. Mana tepadan suv tashlaydi. Hop, bag'da, qo'lda keyin bunaqa masajlarimiz ham bor. Hop, hammaga germetika qilib berganmiz, ko'rsizlar. Taglari bilinmay turibdi, oppoq bo'ladi. Hop, bag'larga o'tsak, mana bunaqa shlankalarimiz o'zi bo'ladi. Hop, mana ko'rsizlar. Endi bularni biz faqat terib beramiz. Ishlarni santexnik okalarimiz qilishadi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Yetkazib berish xizmatlari ham bor, dastavkalarimiz. Tanjoningiz sog' bo'lsin mana. Mana shu ukalarimiz bilan qildik-a. Qarashvordingiz-a? Ismingiz nima edi? Muhammad Aziz. Qanday Javohir? Javohirxon qochib ketdilar. Mana Javohirxon ukamiz ham qarashdilar. Mana Ibrohim akamiz. Usta akamiz mana Xudo xolasa mana shu ishlarni qilib, bitirib, chiroyli qilib o'rnatdik. Endi bu yog'ini santexniklarimiz Xudo xolasa kalodis shlankalarni olib kelib qo'yishsa, inshaalloh joyiga surib qo'yib, 2 dona rezbasi bor. Shunda ulab qo'yishsa, ishlayveradi. Xudo xolasa tagidagi shlankalargacha qotirib qo'yilgan. Mana yuvib tarab chiroyli ishlatiladi. Xudo xolasa uzoq xizmat qilinadi. Yuvib tarash deganda ham cho'milib bo'lgandan keyin mana shu dirjatini olib, issiq suvni pondek ochib qo'l bilan emas, suv o'zi bilan shunday yuvib tushirib yuborilsa, mana qandoq toza bo'lsa, ana shunday toza turadi. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar, biz xizmatdamiz inshaalloh. Pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar, akalar, kimga xizmat kerak bo'lsa.